Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarning 32. halifasi Mustancid Billahning hayoti bilan tanishib chiqayotgan. Biz bugun bu odamniki davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar va buyuklar haqida to'xtalib o'tamiz. Bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslardan Musnadul Firdavs nomli kitobniki avtori Imom Daylami rahmatullohi alayh. Bu kishiniki ismi Shahrador ibn Shiraviy ibn Shahrador ibn Shiraviy. O'zi Daylamlik. Öz davrining nihoyat katta muhaddis olimlardan bo'ladi. O'zi ya'ni Hamazon deymizda, mesela İronniki, hozirgi İron, nima, Hamazon taraflaridan. Bu sahobalardan Zahhak ibn Fayruz degan sahobaninki avlodlari bo'ladi bu odam. Bu kishi o'z davridagi nihoyat yetilgan buyuk mashhur shaxslardan. Imom Ahmadniki Musnad Imom Ahmadni nihoyat ko'p o'qigan. Hijriya 500-yillari. Belki shuningga taqqos qilib Musnadul Firdavs nomli kitobni yozib chiqqan bo'lishi mumkin. Vallohu a'lam. Chunki bu Musnadul Firdavs degan kitobning asosi Firdavs nomi bilan dadisi yozgan. Dadisi bilan tang shu asbahalliq bir hadis o'rganganda yosh vaqtlarda birgamda. Bu kitobni nihoyat go'zal shaklda bu kitobni yozib ratlab chiqqan. Bu 3 tomliq nihoyat katta cho'ng kitob bo'ladi. İmam Shahrador 558-yilda o'lib ketgan. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan buyuk shaxslardan Shafiy mazhabining nihoyat buyuk imomi Imom Imroni Bayon nomli kitobning avtori bo'ladi. İsmi Yahya ibn Abil Xayr al-Imroni deymiz. Hijriya 489-yil tug'ilib, Hijriya 558-yili, ya'ni milodiya 1163-yili bu odam o'lib ketgan. Öz davridagi Shafiy mazhabiniki buyuk faqihlardan ham zohid buyuk imomlardan. Fiqh masalalarni, usul, ilmi kalom, nahv grammatikani nihoyat yaxshi biladigan Yamanning ayni davridagi buyuk Shafiy mazhab peshvolaridan bo'ladi. Shafiy mazhabidagi mashhur mu'tamad kitob Muhazzab nomli kitobni mushadam o'zi sharhlagan Imom Imroni rahmatullohi alayh. Bu odamniki o'z yetilgan o'rni, tug'ilgan joyi Yamanda. Shu yerda tug'ilgan, shu yerda o'z shu Yamandan boshqa yerga bir baqmagan, faqat Makka Madinaga haj qilib kelib baqqan, boshqa yerga bir baqmagan. Hamda Yamanda ayni vaqtida o'limalar nihoyatda ko'p. Undan boshqa bu odamniki nurg'un ustozlari bo'lib o'tgan, Yamanda shu yerda o'qigan, o'zi nihoyatda yaxshi ustozlarda o'qigan. O'zim nihoyatda bak kechalarda namoz o'qiydigan. Har kechada taqvo mundaq bir odam. Mana bu Tahzib nomli kitobni yozib chiqqanda mana bu nihoyatda zo'r emgak. Hozir qadar bu kitob darslik qilinadi. Bu odamniki kitoblarda mesela Al-Bayon, Al-Mushkil, mesela İhya Ulumuddindan bu odam qisqartgan bundan boshqa. Mu'tazila, Qadriyalarga yozgan kitoblar va Al-Intisar nomi bilan. Undan boshqa bu odamniki shu ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida nihoyat yaxshi baholarni berib, shaharlarda mush odamdan fiqh taralgan debdi. Hatto bu odamning ilmi Sudan tarafgacha, Yaman, Sham shu taraflarga taragan deb. Shu o'z davrida nihoyatda qiyin sharoit ostida shunda katta maqomlarga erishgan deyilibdi. Uningdan boshqa bu davrda o'lib ketgan shayxlardan Ibnul Bazari nomi bilan mashhur bo'lgan Oral ahliniki buyuk ulamosi. Bu kishi hamda Abul Qasim Amr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ikrama nomi bilan mashhur bo'lib, Ibnul Jazari yoki Ibnul Bazari deymiz. Bu shu bir orol borda, shu orolninki buyuk faqihsi bo'lgan. Shuning muftisi bo'lgan. Buni hamda Umarning ikki bolasiniki oroli deyilibdi. Bu orol nada? Bundoq balkim bu shu nimada bo'lsa kerak. Hozirgi Sham bilan Iroq atrofidagi orollarning birisi bo'lsa kerak. Muhimi bu odam ham Iroqqa kelib, Iroqda Imom Abu Hamid G'azzalida o'qigan. Imom G'azzalining aksi Ahmad G'azzalida o'qigan.
Mustazhiri namlı kitapningki avtori Abu Bakr Baqillan nima Abu Bakr Shoshiga amra bo'lib shu odamni o'qigan. Nurg'un ulamolarda o'qib chiqqan bu odam. Bu odamningki shu Shayx Abu Ishaq Shiroziyning Muhazzab nomli kitobi qarta yozgan. Shu yerdagi qiyin iboralarni sharhlab yozgan bir kitoblar bor. Al-Asami vel Ilal min Kitabil Muhazzab deb. Bu nayt qisqa bir kitob. Bu nayt zo'r bir ilmiy emgak. O'zi nayt dindor, taqvo, ilmlik adam. Aynı vaqtida ulamolar bu kishiga baho berib, Shofiy mazhabni dunyoda eng yaxshi bildigan odam mushu qilib qoldi deb shunday degan. Shuningdek Shofiy mazhabidagi bu odamning ta'siri kuchi bakrak zo'r. Bu odamni ayni vaqtdagi kishilar islomning ruxsari, dinning go'zali deb mundaq sifatlagan. 471-yil tug'ilgan bo'lib, 560-yili Jazirda o'lib ketgan. Nurg'un o'quvchilar bu odamniki ilmidan foydalangan. Shunga bu odamning shogirdi aytdi ko'p deb ta'riflangan hamda. Bu odamni nimishqa bazari deymiz. Bu bazari degan nima degan gap deganda bu ayni vaqtida shu zig'irdan yog' chiqirdi ekanda, yog'chilik qilgan. Shunga bu odamni yog'chi deb atagan. Qashqarda Abdusqarajim nima Abdusqarajim yog'chi deydi. Yog'chilik ya juvatchilik qilganmikin tang ashta deb ataydi. Shunga o'xshash ham. Ulamoning ayni vaqtida naytli katta o'ziniki bir hunarlari, tijorati, kasblari bor. Beqinib qolmaydi-da. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan davlatning buyuk vaziri Ibn Hubayra degan kishi mashhur vazir. Bu kishining ismi Abul Muzaffar Yahya ibn Muhammad ibn Hubayra Shaybani. Hijriyat 499-yil tug'ilib, Hijriyat 560-yili o'lib ketgan. Bu islom tarixidagi nihoyatda buyuk bir vazir. Bu odam o'zi vazir bo'lgandan keyinmi ilm o'rganishni, yezishni, dars o'qitishni qattiq tashlab boqmagan. Har qanday amal tutganlarga nisbatan bir ulgulik adam bu. Nurg'un yaxshi ta'sirlarni qo'zg'agan, fikri nihoyat o'tkir, kitob sunnatga nihoyat ko'p eslib ma'lgan birdan-bir vazirlarning ichida bir aqida salafiy bo'lgan, sunnatga asoslab ma'lgan vazir bu. Shu Hanbali deymiz bu odamni. Bu odamning mashhur bir so'zi bor. Ali ibn Abu Talibni Rafiziyga tashlab bermaymiz. Biz uning bak haqliq. Shofiy, İmam Shofiyni Ashariyaga tashlab bermaymiz. Shofiyga, İmam Shofiyga biz haqliq degan. Yani demakchi bo'lgani bu odam bular shu salafiylikningki ko'zi bular deb shu o'z davridan aytdi. O'tkir gapni qilgan. Bu yana Rafiziylarga, Ash'ariylarga ayni vaqtida berilgan o'tkir bir hujum. Ammo bu kishi oxirgi hayotida zaharlanib o'ldirilgan. Endi bunda odamlarniki dushmani ko'p bo'ladi. Davomli bu odamni poylab turadigan, ko'zib turadigan odamlar bo'ladi. Chunki gap o'tkir bo'ladi, adolatni yoqlaydi, so'z o'tkir, endi keskin bo'ladi. Malomatdan qo'rqmaydi bunda taqvo odamlar. O'zing o'ylig'ini to'g'ri deb qaraganda ochiq naq maydonda deydi, so'rinda deydi. Ya'ni demak bu davlatni qalaymiqon qilmoqchi bo'lgan, ya'ni davlatdan foydalanmoqchi bo'lgan turli boylarning, fursatparastlarning dushmani bu odam. Amaldorlarning dushmani, huquqdorlarning dushmani. Anda bo'lgan ekan bu odamni poylab turadigan, ko'zib turadigan, shunday bir yonboshga kelganda oladigan odamlar nihoyatda ko'p bo'ladi. Bu odam Qur'onni 7 xil qiroatdan o'qigan, arab tili, tilshunosligida nihoyat mohir, islomiyatning turli ilmlarida yetilgan, Hanbali mazhabini nihoyat yaxshi biladigan, shariatning qofiyalarini, shariat ilmini nihoyat yaxshi o'rgangan. Shuningdek Imom Zahabiy bu odamni nisbatlab kelib, bu sunnatga esiladigan sunnat salafiy degan. Kana salafiyyan asariyan deb sifatlagan. Mana bu salafiy degan gap bu ayni vaqtida e'tiqoddagi yo'llanishni maqsad qilgan. Asariy deganimiz har qanday fikriy masalalarda hadisni asos qilgan, dalilda hadisni asos qilgan odamlar qartilgan. Bu odamniki ustozlar nihoyatda ko'p.
Buni biz jiqdab o'tmadik. Ammo bu odamning Zubaydi deb bir ustoz bo'lgan ekanda. Bu Zubaydi degan ustozi mush to'giga minib, shu sellin ot o'lib, tonni kiyibda Bag'dodning bozorlarida yurib, nerede odam ko'p bo'lsa, shu yerga birib, shu kishilarga nasihat qildi ekan bu odam. Va'z tabliq qildi ekan, xalqlarga so'z qildi ekan bu orliqda. Mushu to'gininki nuqtasini Ibn Hubayra shu o'qiyotgan yosh vaqtida billi yo'tlab ustoz bilan birga maqdi ekan. Bir o'ringa borgan vaqtida bu odam jiq yodlab qolsa, la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu va huwa hayyun la yamut, biyadihil khayr va huwa ala kulli shay'in qadir degan duoni o'qiydigan. Ibn Hubayra o'qiydi ekan. Yani bu duo esa bozor kirganda o'qiladigan duoda. Yani bu shu odam to'plashgan o'rin, shu Bag'dodning ko'chalari, bozorlari, bozor deb o'ylaganda shu bozor deb o'ylagan yerdalar mush duoni o'qiydi ekan. Demak bu jihatda bu odam sunnatga nihoyatda chin eslib maqdigan, malomatdan qo'rqmaydigan, xalq nim deb qolar deb bunda o'ylamaydigan, Allohning rasuli nimada deganni maqsad qiladigan yo, xalqning nim deyishi bilan kari yo'q bo'lgan nihoyat o'tkir büyük bir vazirlardan. Bu adamning hamda kelib chiqishi nihoyat kambag'al oilalardan yetib chiqqan, nihoyat kambag'al, hojatmand. O'zi xatni chiroyli yozgan bo'lg'achqa, bu xat tatliq bilan jam beqiyotgan paytlarda o'rdida bir yozg'ich bo'lgan. Oxir ombachilik qilgan, oxir davlatning iqtisod moliyasini tutgan. Mushtaq qilib bu odam bu darajasi o'sab, bu odam oxiri shu muxtafi li amrillohning zamonida vazir bo'lgan. Keyin hozirgi mustanjidniki davrida vazir bo'lgan. Demak bu kamtar, taqvo, oqil vazir, bu ulamo oxirgi hayotida zaharlanib o'ldirilgan. O'zinki doktori zaharlagan deyildi, shunlashqa bu doktor zaharlaganligini bilib, bu doktorning o'zini 6 oygacha zahar ichgan. Bu adamning eng mashhur kitobi bugungi kunda El-İfsah an Maani Sihah namli kitobi 10 tomliq. Bu kitobni nihoyat yaxshi bir sharhlagan. Bu kitob ya'ni Sahih Muslim bilan Sahih Buxoriyni asos qilib sharhlagan kitob bu. Bu kitobdagi mayuridulloh bi xayran yufaqqihu fid-din degan hadisni bu odam mush ajoyib zo'r fiqh masalalar mazhablar orasida ixtiloflarni cho'g'ilgan asosida bu kitobning muhaddisini shunday sharhlagan, mushu ayirib bisilgan. Bu kitob hozir bor, al-Ifsah degan bu kitob bor. O'z davrida bu kitob necha ming poch ko'chirilib, butun shahar, qishloq, yezilib avatilib, madrasalarda yezilgan. Mush kitobni yezish uchun 100 ming dinar pul sarf qilgan deydi bu odam. Bundan başqa bu adamның nahv ilmida El-Muqtasad namlı kitabı var. Mesela El-İfsahniki bayatın qaydasının şərhisini İxtilaful Əyimmətul Ulema deb bunda ayrım bisilgan. Hatta özü bu adam Seyyidul Vuzura deb atamaydı ekan. Bunda atamanglar. Çünki bəzi hədislərdə məsələn Cibril sallallahu əleyhi və səlləmni vəzir deb sifət gəlgan Mikail bilan. Ondan başqa Ebu Bekir ilə Ömer radiyallahu anhu'nu zemin əhlinin vəziri deb gəlgəndə Seyyidul Huzura desanlar bütün vəzirlərninki kattı olub qaldı. Mən muşulağımı kattadək bir ufqum payda olub qaldı deb bu adam Xudağa bo'lgan kamtarlikni ifodalash uchun qalbidagi ixlos shu asosda o'zi Seyyidul Huzura deb otqil qo'ymagan. Ya'ni bu Janobi vazir degandek bir gap hamda mushta otqil qo'ymaydi. Allah rahmet qilsin bu büyüklüğe. Bu adamniki namı yazılgan hazır bir magistrlik risalesi var. İbn Hubayra ve cuhuduhu fi taqrir aqidat salaf namlı. Bu doktor Abdullah Meymun'niki yazgan kitabı. Bu kitabını okup baksanız buladı. Nayet yaxşı yazılgan kitap. Bu adamniki aqidevi göz qarashini yaqlagan kitap. Bu davrda ölüp ketken en meşhur büyük şəxslərdən İmam Abdülkadir Cili yak Ceylani yak Kilani namıyla meşhur bo'lgan. Hicriye 470 yıl tug'ilib, Hicriye 561 yıl ölüp ketken büyük allame Ebu Muhammed Abdülkadir ibn Musa ibn Abdullah
degan kishi. Bu Abdülkadir Jilani nomi bilan mashhur. Bu adamni hatto Sultanul Avliya deb ataydi. O'zi ham Shofiy ham Hanbali mazhabini asos qilgan faqih, ham sofi, ham sofi. Bu hozirgi islom dunyosida tarqalayotgan Qodiriya tariqatiniki peshvosi deyiladi. Amaliyotda bu adam bu Qodiriya tariqatini qurgan emas. Keyingi davrdagi so'pilar o'zi Abdülkadir Jilaniga nisbat berib o'zi Qodiriya deb olgan. Amaliyotda bunda emas. Bu adamniki asli kelib chiqishi shu Qurayshiga, ya'ni Ali ibn Abu Talib jamiyatiga tutishida nasibi nihoyat aniq bayon qilingan. Ustoz Abdülkadirning nurg'un bolalari bor. Bu bolalarini nihoyat yaxshi tarbiyalagan. 50 dak bolasi bor bu adamniki. Bu bolasining ichida uni eng mashhur. Abdullah deb bir bolasi bor. Bu nihoyat katta ulamo bo'lgan. Abdullah Vahhab deymiz. Bu bolalarning ichida eng ko'zga ko'rgini dadisida o'qigan. Dadisidan keyin dadisining izini besib aş mektubda fatvo berish, o'qitish, va'z nasihat bilan shug'ullangan. Bu Abdülkadir Jilanining tug'ilgan o'rni hozirgi Eronning shimolidagi Jilan yoki Kelan o'lkasi tug'ilgan. Bu Qazvayn dengiziniki bo'ylariga to'g'ri keladi. Bu adam hamda o'zining yosh vaqtida shariat ilmlari bilan shug'ullangan. Nurg'un ulamolarda o'qigan. Bu onasi nihoyatda ko'p ajr qilgan. Onasiniki ajoyib zo'r ajri var bu balada. Onasi nihoyat yaxshi tarbiyalagan. Bu adam nihoyat irodalik, qalbi kuchli odam. Ayni vaqtida shu Bag'dodniki o'quvchilari bir Baquba deydigan bir shahar bor ekanda, Bag'dodga yaqin. Shu yerga chiqib, shu yerda bir azroq o'zing yeydigan yo ichadigan narsalarni elib keladigan, yoki ishlab berib, yoki xalqli bas uchun elib degandek. Shu o'zinki saboqdoshlari bir qatim shu yerga birga chiqayli deb chiqibdi. Shu yerga chiqqan vaqtda Sharif Baqubi ismli bir odam bilan uchqish ekan. Bu shu davrdagi shu jutniki katta o'limas ekanda. Bu odam nasihat qilib, haqni ko'zlaydigan, haqni ko'zlab mangdigan odamlar degan, yaxshi odamlar haqdan bir narsa so'ramaydigan degan deydi. Shuni o'ylab bu odamga bu safar nihoyat ta'sir qilib, hayotida cho'nqir iz qoldirgan safarda bu. Demak, bir narsa so'ramagan bu odam hech kimdan. Demak, bu qalbi kuchli bo'lg'achqa irodasida yonmagan bir o'lima. Bu odam shu Bag'dodda nurg'un darslarni o'tgan. Bu odamniki haftada 3 kun darsi bor. Haftada 3 kun. Seyşembe, cuma, yakshanba darsi borda Bag'dodda. Bag'dodda dars tanishadigan bo'lsa 60 ming, 70 ming, 100 mingga qadar ulamolar bu odamniki darsini tanishadigan gap. Xalqning shu qalbini o'ziga tortib oladigan nihoyatda gapi, ta'sirlik, o'tkir. Hatto vazir huzurolami huzuriga keladi deydi. 100 mingdan ortiq o'g'ri qaroqchi gunohkorlar tövbe qilgan. 5 ming Yahudi Xristiyan musulmon bo'lgan. G'azzali bilan ko'p nihoyatda uchrashib, G'azzalining ta'siriga uchragan deyildi. Bu odamniki G'uniyya li talibi tariqil haq nomli kitobi va G'azzalining Ihya Ulumuddinni asos qilib, shuni selishtirib qilib yozib chiqqan bu odam. Demak, bu tarixda o'tgan nihoyat mashhur avliyo solihlardan büyük bir fikrlik, o'tkir, solih odamlardan sanaladi. Abdülkadir Jilani'ninki nihoyat nurg'un asarlar bor. Bu kitoblarning ichida masalan bayatimiz degan Al-G'uniyya degan kitobi nihoyatda mashhur. Undan boshqa Fathur Rabbani va Fayzur Rahmani degan kitob ajoyib mashhur kitob. Bu va'z nasihat haqida. Bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Her qandaq talibul ilm İmam Abdülkadir Jilani'nin Al-Fathur Rabbani ve Feyzur Rahmani degan kitobini cho'qim o'qish kerak. Bu qalbiyat ilmidagi nihoyat mashhur kitob. Bu odamniki Sirrul Asrar fi Tasawwuf degan nomli bir kitobi bor. Bu kitobimi shu maxtutat qo'lyozma shakli bor, balki bu chaqqa
neşriyatdan çıkan bo'lishi mumkin. Ondan başqa bu adamninki kitoblari nihoyatda ko'pkan. Biz eng mashhurlaridan shu bir nechini sanab o'tdik. Hatta İbn Taymiye salaflarning eng buyuk mujtahid ulamosi İmam İbn Taymiye rahmatullohi alayhi Abdulqodir Jiloniyni hurmatlagan. Hatta bu kishini karomat egisi deb sifatlagan bu odam. Demak, Abdulqodir Jiloniyninki falsafiy nazariyasini va shundaqla bu odamninki qalbiyatga munosabatli ilmlarni o'qish, o'rganish ahli ilmlarning toliblarininki nihoyatda ulgisi bo'lib qolg'isi. Chunki bu odamni xato ta'riflab, bir qism yo'llarni xato tarafga burab, bu odamni so'pi qilib qo'yib, Qadiriya tariqatini ijod qilib, bu odamniki yo'llarini so'pilab buzitib qoldi. Şuna bu asli bu Şafii mezhep boyunca, Hanbeli mezhep boyunca, hatta küçük rivayette bu adamda Hanbeli dedi mezhepte. Nihayet selep akidesi yaşayan sopularının içindeki bunda selep akidesi yaşayan sopu mavi. Azgın sopulardan emeste. Şuna çıkan bunu çokum kızıp çıkışı doğru kıldı. Ondan başka bu devirde ölüp ketken meşhur şahslardan İmam Ebu Sa'd Sem'ani degan kişi Hicriye 506 yılı doğulup Hicriye 562 yılı ölüp ketken bu adamı Merv'de yaşayan. Yaş ölüp ketken bu adama 53 yaşta. Özüne ait ilimlik, yaxşı, kichikdirlanmış ilimni yaxşı görüp çoğun olan adam. Bu adamniki dadısı mı ait katta ölüm ekan. Dadısı bilan birga ilim öğrengen, dadısınınki huzurida terbiyelengen büyük şahslardan. Bu adamniki Edebul İmla ve İstimla namlı kitabı var. Hazır mesela besilgan bo'lishi mumkin. Bundan başka kitaplar nihoyatda zo'r. Bu davrda ölüp ketgan yana bir büyük şahs allomalardan Ebu Necip Sahravardi degan ulama. Bu zat Hicriye 490 yıl tug'ilib Hicriye 563 yılı, yani miladiye 1168 yıl ölüp ketgan Sopi hem Şafii mezhebining büyük faqihsi. Bu adamning ismi Abdulqahir ibn Abdullah deymiz. Lekin Sahravardi nomi bilan mashhur. Bunu Ziyauddin Sahravardi deymiz de buna. Bu hamda şu Zencanning Sahravard degan yer tug'ilgan. Zencan hozir İran'da. Bag'dodda, Baytul Maqdisda turib, keyin Bag'dodda o'lib ketgan. Bu odamniki Adabul Muridin va kitobi va Sharhul Asmaul Husna, Gharibul Masabih mislan. Mushta kitoblar var. Bu kitoblar nihoyat mashhur. Bularmi bu odamning Adabul Muridin bilan Gharibul Masabih kitobini o'qish tegishlik. Chunki Mishkatul Masabihninki ham so'zlikni sharhlagan bo'lishi mumkin. Ondan bu Allohninki go'zal ismlarini sharhlagan kitobi varken bu kitabı nihoyatda yaxshi yozilgan asari bo'lishi mumkin. Nemishqa degan vaqtida Alloh taolaning 99 ismini cho'nqur ma'nolari bilan bilgan vaqtida tavhidni nihoyat yaxshi bilgili bo'ldi. Allohni haqiqiy tanig'ili bo'ldi. Chunki 99 ism sifat Alloh taolaning biz o'ylab bakmagan şekildeki bir juloliq ko'rinishini ifodalaydigan bir cho'nqur ma'niga ega ismlar. Shuna bu 99 ismni nihoyat yaxshi bilish bu jihatda nihoyatda odamga huzur bag'ishlaydi. Chunki Xudo bilan bo'lgan bir mo'ndishish, Xudoni tonish ilmi bu. Biz büyük bir shaxsni, biz o'zimizga ulgu qilgan shaxslarning hayotini o'qisak, onun hayatı bilan isim sıfatlarından tanışıp çıksak bir xil biz hayajonda bo'lamiz. Bir Allah'ın isim sıfatını okusak onu da belki bir haqiqiy imanımızga şu cho'nqur tepalasa boshqacha bir hayajonga to'lishimiz mumkin. Xo'sh, bu odam o'zi faqih bo'lishi bilan birga sofi ekan, ham hadis o'qigan ekan Nizomiy madrasasida. Bu adam hakkında İmam Sakhavi rahmetullahi aleyh Mahasinul Ebrar namlı kitapta bayan kılıp Ebu Necip Sahravardi'nin bilen bir kıtım şu Bağdat'taki Sultan Bazır yani Han Bazır'da ötüp kaldık deyinde bir kasapның kanarısı esiğilik koyu qarab turup maqoy ülek koyken muşta dili vatıdı muştarak tuğudu bulavatı ma degen
Qasab qo'rqib ketib, o'shidan ketib tövbe qilgan, bo'lgan ishini e'tirof qilgan deydi. Demak, bu qalb ko'zi bilan ko'ra oladigan farosatlik buyuklardan. Bu davrda o'lib ketgan yana bir buyuk shaxslardan Abul Hasan ibn Huzay degan nihoyat danglik buyuk qori. Bu o'z davridagi nihoyat danglik qori bo'lib, uzun umr ko'rgan, 471-yil tug'ilgan bu odam. O'zinki onasininki yo'ldoshi, ya'ni o'gay dadasi Abu Davud Sulaymon ibn Najahni o'qigan, o'sha odamni 7 xil qiroat o'qitgan, boshqa kitoblarni o'qigan. Bu o'z davridagi nihoyat mazmut buyuklardan. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Sunan Abu Davud kitoblarini o'z davridagi danglik muhaddislarni o'qib, shulardan ijozat olgan. Fazilat, zohidlik, taqvolik, adolat, dunyoga ko'z qirin solmaydigan bu jihatda nihoyatda o'xishi yo'q, mislsiz. Ro'zador, qiyomdor, ko'p sadiq qiladigan, nihoyat sabrchan adam. Bu o'z davrida mush tajvid, qiroat ilmininki shu peshvoz sanaladi. Nurg'un ustozlardan o'qigan, ham shogirdlar bilgan buyuk alloma. Bu kishi 564-yili o'lib ketgan. Endi bu davrda o'lib ketgan mashhur shaxslar nihoyat zo'r, nihoyat ko'p. Lekin biz mushunchalik to'xtalib o'taylik. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.